Assalomu alaykum. Maqom Ibrohim. Bu Ibrohim alayhissalomning oyoqlari izi deb nomlanadigan shisha va metall korpus ichidagi kichkina kvadrat tosh. Ha, siz ko'rib turgan bu korpus ichida oddiy bir tosh bor. Bu haqida bir qancha rivoyat va qarashlar mavjud. Manbalarda kelishicha, Ibrohim alayhissalom Ka'baning yuqori qismlarini qurish paytida ushbu tosh ustida turgan va o'g'li Ismoil alayhissalomni yelkasiga ko'targan. Ismoil alayhissalom esa Ka'baning usti qismiga g'ishtlarini qo'ygan. Maqom Ibrohim har doim matof, ya'ni tavof maydoni hududining ajralmas qismi bo'lgan. Boshqa bir ma'lumotga ko'ra, osmondan ikkita tosh Ibrohim alayhissalomga tushirilgan. Ulardan biri Hajarul Asvad, ikkinchisi mana shu Maqom Ibrohim deb ataladigan tosh. Ka'ba qurilishi tugagandan so'ng Ibrohim alayhissalom Allohga shukr izhor qilib, 2 rakat namoz o'qigan joy degan ma'lumotlar ham bor. Qur'oni Karimda 2 marotaba zikr qilingan Maqom Ibrohim dastlab Baqara surasining 125-oyatida shunday deyiladi. Eslang, Baytullohni odamlar uchun ziyoratgoh va tinch joy qildik va Ibrohimning Ka'batullohni bino qilayotgan vaqtida turgan o'rnini namozgoh qilib oling dedik. Va Ibrohim bilan Ismoilga mening baytimni tavof qiluvchilar, o'sha yerda ibodat qilib turuvchilar, ruku sajda qiluvchilar uchun pok tuting deb buyurdik. Keyin Al-Imron surasining 97-oyatida Maqom Ibrohim haqida so'z boradi va u tinchlik maskani deb ta'rif qilinadi. Unda Maqom Ibrohim va unga kirgan odam har qanday xavf-xatardan omon bo'lishi kabi ochiq oyat alomatlar bordir. Va yo'lga qodir bo'lgan kishilar zimmasida Alloh uchun mana shu uyni haj ziyorat qilish burchi bordir. Kimda-kim kofir bo'lsa, ya'ni Ka'bani ziyorat qilish farz ekanini inkor qilsa, bas. Albatta Alloh butun olamlardan behojat bo'lgan zotdir. Maqom Ibrohim toshi kvadrat shaklda bo'lib, uzunligi va kengligi 40 sm, balandligi esa taxminan 20 sm. Ushbu toshning rangi sarg'ish va qizg'ish oq tusga ega. Ushbu toshda barmoqlarning shakli aniq bilinmagan, chuqurligi 10 sm atrofida bo'lgan oyoq izini ko'rish mumkin. Hozirgi vaqtda tosh yuzasidagi oyoq izlarining uzunligi 27 sm va kengligi 14 sm bo'lib, keyinroq uzunligi 22 sm ga, chuqur qismi va kengligi esa 11 sm gacha kichkinaytirilgan. Ikki oyoq izlari orasida taxminan 5 sm yetmagan joy bor. Shundan bilish mumkinki, Ibrohim alayhissalom ham namoz o'qiyotganda oyoqlarini kergan holda o'qigan emas. Hozirgi ba'zi yoshlarga o'xshab. Xullas, bu tosh vaqt o'tishi bilan tabarruk qilish uchun qo'llar bilan silash va ishqalash tufayli oyoq izlari kengayib kattalashib ketdi. Shuni unutmaslik kerakki, shar'iy hukmlarda mazkur toshni silash buyurilmagan va silansa ham biror fazilat mavjud ekanligi haqida qayd etilmagan. Bundan bir necha asrlar muqaddam tosh bir necha bo'laklarga bo'linib, kumush yordamida birlashtirilgan. Keyin esa oltin panjarali g'ilof to'siq bilan to'sib qo'yilgan. Milodiy 1930-yil. Usmoniylar davrida Maqom Ibrohim ustiga Bani Shayba eshigi orqali kiriluvchi kichik gumbaz bino qurilgan. Saudiya hukumati davlatni boshqara boshlagach, ushbu bino Matof hududidagi bir nechta binolar bilan buzib tashlandi va Maqom Ibrohim ustiga temir qoplamali yog'och g'ilof o'rnatildi. Saudiya Arabistoni hukumati davrida 1967-yilgacha Maqom Ibrohim ustidagi yog'och to'siqli inshoot mavjud bo'lib, u hojilar tavof qilayotganda qiyinchiliklar tug'dirdi. Shunda Saudiya hukumati Maqom Ibrohimni Bani Shayba eshigi yaqiniga ko'chirishga qaror qildi. Ammo ular ulamolarning ommaviy e'tirozi tufayli buni amalga oshira olmadilar va o'sha gumbazning o'rniga oltin silindr simon to'siq bilan to'sib qo'yildi. Bugungi kunga kelib esa tavof maydonida Maqom Ibrohim bo'ylab aylanishni yengillashtirish uchun Ka'baning kirish eshigi ro'parasida kichikroq korpus o'rnatildi. Ikki haram arxitekturasiga bag'ishlangan muzeyda Maqom Ibrohimning podshoh Faxd bin Abdulaziz tomonidan o'rnatilgan ilk oltin to'siqli korpus hamon saqlanmoqda. Ba'zi manbalarga ko'ra mazkur tosh dastlab Ka'ba ichiga joylashtirilgan deb taxmin qilinadi va keyinchalik tashqariga ko'chirilgan deyishadi. Ushbu ish musulmonlar tomonidan Makka fath qilinganidan keyin amalga oshirilgan bo'lishi mumkin. Tosh dastlab Ka'ba eshigi yonidagi yerga qo'yilgan. Keyinchalik Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu davrida toshqinlardan himoyalash uchun ustun qurib, ustiga tosh qo'yilgan. Ziyoratchilar soni ko'payib ketgach, Maqom Ibrohim Ka'badan sharq tomonga, hozirgi turgan joyiga qarab siljitildi. Shunda tavof qilmoqchi bo'lganlarga to'sqinlik qilmasdan qulay aylanib o'tish ta'minlangan. Ko'p do'stlarimiz tarafidan shu haqida mavzu so'ralgandi. Maqom Ibrohim haqida qisqaroq ma'lumotlar shu. Yaqinda hamyurtlarimiz Baytullohni haj qilish uchun jo'nab ketadilar. Ana shunda Maqom Ibrohim oldidan o'tayotganda uni diqqat bilan kuzatib ko'rsinlar va Maqom Ibrohim oldida bizni bir eslab qo'ysinlar. Keyingi roliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling.